Assalomu alaykum barchaga. Men Bilol Soliyev. Media sohasida 2 yildan beri videograf va montajyor bo'lib ishlab kelaman. Bugun sizlarga o'zimni tajribamdan kelib chiqib, S-Log formatga qanday qilib o'tishlikni va uni qanday qilib DaVinci Resolve programmasida va Adobe Premiere Pro programmasida qanday qilib montaj qilishlikni o'rgataman. Bu videoyimiz yosh montajyor va yosh videograflarga tegishli bo'ladi. Misol uchun men o'zim boshida bu sohaga kirib kelganimda telefonda olingan videolarni montaj qilardim. Ya'ni meni vazifam montajyorlik edi. Va o'sha paytlarda bir ikkita operator akalar va montajyor akalarga havas qilardim. Sababi ular kamerada syomka qilishardi. Men rosa o'ylanardim, ular qanday qilib syomka qilishar ekan, tем более bunaqangi rangsiz formatda qanday qilib syomka qilish mumkin ekan, uni qanday qilib bo'yar ekan derdim. Keyin qarab turardim montaj qilayotgan paytida. Qarasam zo'r kadrlar va shu yorvorishin bir narsa kadrlarda ishlarni ustida ishlab qo'yishamidi, bir hayron qolib ketardim o'sha paytlarda. Keyinchalik men o'zimni birinchi kameramni olganimdan keyin avto formatda syomka qilishni boshladim. Menga kim qo'yibdi? S-Log'ni bilmayman-ku. O'sha vaqtda bir narsaga e'tibor berdimki, avto formatda video olishlik noto'g'ri ekan. Sababi videoni qo'yib qo'yasiz. Videoni qo'yganingizdan keyin shu videoga qarab, yaxshilab e'tibor bersangiz, ISO'si o'zidan o'zi o'ynaydi. Avto formatda videoga oladigan bo'lsangiz, misol uchun, xuddi shunday joyda o'tiribsiz, avto formatga qo'ydingiz, oldingiz, olayotgan paytingizda yaxshilab qarasangiz, ISO'si 400, 450, 500, xolasa 600 ga chiqib ketadimi? Bir siz u yoqqa, bu yoqqa qaraydigan bo'lsangiz 1000 bo'lib ketib qoladimi? Diafragmaga keladigan bo'lsa, bir 6 ga chiqib ketadimi? Bir 4 ga tushib qoladi, bir 2.8 bo'lib qoladi. Xullas shunaqa qilib rosa qiynaldim. Keyinchalik A few moments later. shunday qilib S-Log'da qanday qilib videoga olishlikni va uni qanday qilib montaj qilishlikni o'rganishni boshladim. Lekin ming afsuski o'zbek tilida buni hech kim tushuntirmagan ekan. Hech kim chiqib mana shu narsani mana shunaqangi qilsang, mana shunaqangi narsa bo'ladi demagan ekan. Men bo'lsa inglizcha videolarni ko'rib, inglizcham yaxshi bo'lmasa ham o'shanaqangi videolarni ko'rib o'rgandim va qiynalib ketdim. Shuning uchun men sizlarga agar sizlar ham S-Log'ga qo'ya olmayotgan bo'lsanglar, men sizlarga bu videoda qanday qilib oddiygina S-Log'ga yoqib qo'yishlikni o'rgataman xolos. Qanunda boshladik. Bizani birinchi qiladigan ishimiz kameramizni birinchi bo'lib avto formatdan manual formatga o'tkazib olamiz. Xo'p, manual formatga o'tkazib olganimizdan keyin mana bu tugmachani, ya'ni FN tugmachasini bosamiz. Qarshimizga mana shunday menyu kelib chiqadi. Bu yerdan biza picture profilini topib olamiz. Picture profilga kirganimizda bu yerdan PP1, PP2, PP3 bo'lib turib ketaveradi. Biza mana shuni PP9 ga qo'yamiz. PP9 ga qo'yganimizdan keyin gammani S-Log 3 ga qo'yib qo'yamiz. Gammani S-Log 3 ga qo'yganimizdan keyin color modni S-Gamut 3 Cine'ga qo'yamiz. Saturationni 0 qilib qo'yamiz. Menda hozir mana 1 turibdi ekan. Hozir 0 ga tushirib qo'yamiz. Sababi biz saturationni o'zimiz xohlaganimizcha nastroyka qila olamiz. Ya'ni montaj programmalaridan o'zimiz xohlagancha saturationni ko'tarib tushirishimiz mumkin. Shuning uchun bizga uni hojati yo'q. Xo'p, shunday qilib bizning kamera S-Log formatiga o'tdi. Endi buni biza DaVinci Resolve programmasida qanday qilib bo'yashlikni ko'rib chiqamiz. Shu o'rinda bitta eslatma o'tib ketaman. Doim bitta syomka qilishingizdan oldin kompyuterga solib turib, materialni qanaqangi chiqqanligini bitta test qilib oling. Montajga borganda boshingiz og'rimaydi. Xullas biza buni hozir DaVinci Resolve programmasida bo'yab ko'ramiz. Hammasini sizga bitta-bitta ko'rsatib beraman. Timeline'ga videoni tashlab olamiz va undan keyin colorga o'tamiz. Va bizani mana shunday ekran qarshilaydi. Bu yerdan biza effects'ni ochib olamiz. Va effects yonidagi nuts'ni ochib olamiz. Xo'p, bizada mana shunday ekran paydo bo'ladi. Bu yerda har xil effektlar. Xo'p, bizaga bu yerda eng keraklisi color space transformni shuni mana shunga bosib tashlab olamiz. Xo'p, bu yerdan birinchisini biza S-Gamut 3 Cine'ga qo'yamiz. Ikkinchisini esa S-Log 3 ga qo'yib olamiz. Uchinchisini esa Rec 709 ga qo'yamiz. Qidiramiz. Rec 709. Ikkinchisini ham xuddi shunday Rec 709 ga qo'yib olamiz. Xo'p, shunday qilib biz hozir videoyimizni test qilib oldik. Ya'ni ranglari hamma yo'g'i to'g'ri. Bu yerdan xohlasak biz saturationni aytganimdek ko'paytirib, kamaytirsak ham bo'ladi. Bu yerdan o'zingiz nastroykalariga qarab, har xil misol effektlar, bir ranglarini to'g'rilasangiz bo'ladi. Shunday qilib biz hozir DaVinci Resolve programmasida videoyimizni bo'yadik. Endi navbat Adobe Premiere Pro dasturiga. Agar sizlar Premiere Pro dasturi uchun lut yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana Telegram kanalimga kiradigan bo'lsangiz, u yerga Sony'ni lutini tashlab qo'yganman. U yerdan siz bu lutni sketchat qilib olishingiz mumkin.
Xo'p, LUT qanday ishlaydi? LUTni qayerga tashlaymiz? Qanday qilib tashlaymiz? Hozir sizga uni ham ko'rsataman. Xo'p, Premiere Pro dasturiga kira olamiz. Xo'p, bu yerni ochib olganimizdan keyin biza mana shu tugmaga bosamiz. Xo'p, bu yerdan, ya'ni papkalarning ichidan siz o'sha tashlab olgan lutingizni topib olasiz. Misol men Maviga tashlab qo'yganman. Xo'p, bu yerdan topib oldim. Открытga bosdim. Bosganimdan keyin bo'ldi, video bo'yaldi ya'ni. Video уже полный bo'yaldi. Xo'p, bu yerdan biza endi har xil nimalar qilishingiz mumkin. O'zingizni didingizga moslab, misol yorug'likni sal ko'tarib, kontrastni oshirib, highlightsni tushirib, misol har xil narsa qilsangiz bo'ladi. Xo'p, shunday qilib biz hozir Premiere Pro dasturida bo'yab chiqqan bo'ldik. Ya'ni DaVinci bilan Premiere Pro'ning o'rtasida juda ham katta farqi yo'q, lekin DaVinci более professionalniy videolar uchun chiqarilgan deb o'ylayman. Siz qanday fikrdasiz? DaVinci'mi yoki-da Premiere Pro'mi? Qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Telegram kanalimni silkasini opsiyaga qo'yib qo'yaman. O'tdan kirib, LUTni olishingiz mumkin. Agar bu videoyimizdan tushunmagan joyingiz yoki-da bu savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Men sizga bitta-bitta o'zim javob berib chiqaman. Keyingi videolarda qanday mavzularni olib chiqishligimni xohlaysiz? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang.